Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Jaydari kelin spektaklidagi Mehriniso roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Munojot Alimboyeva Darakchi nashrining YouTube'dagi kanaliga intervyu berdi. Suhbat davomida aktrisa san'atga kirib kelishidan avval bosib o'tgan yo'li, o'zi ishtirok etgan spektaklga qanday tasdiqlangani hamda kasali sabab uzoq yillar tushkunlikka tushib qolganligi haqida so'zlab berdi. Yoshligimda onam orzuyimdagi kasbni egallashimga qarshi bo'lgan. Yoshligimdan aktrisa, ashulachi bo'laman derdim. Maktabda qo'shiqlar kuylab yursam, onam qo'shiqchi bo'laman demagin, bizning avloddan artistlar chiqmagan deb orzu-havaslarimni taqiqlardi. Balki kasb o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi degan gap so'zlar doim onamning qulog'iga chalingani. Qolaversa dadam ham san'atdan uzoq sohada bo'lgani uchun san'atkor bo'lishimni xohlashmagan. Yana artist bo'lsa turmushga chiqolmaydi deb qo'rqishgan. Odamlarning san'atkor haqidagi salbiy fikrlaridan qo'rqishi ko'p qizlarimizning san'at yo'lidan ketishiga, farzandlarining o'zi xohlagan kasbni egallashiga to'sqinlik qiladi. Menda ham xuddi shunday bo'lgan. O'sha paytlarda yurist bo'lish urf bo'lgani uchun huquqshunoslik litseyining tarix bo'limiga hujjat topshirib o'qiganman. Litseyimiz pedagogika universiteti qoshida bo'lganligi sababli musiqa fakulteti ham bor edi. O'sha yerda bizga maqomdan dars berishardi. Maqom kuylashni o'rganganman. Hattoki litseyimiz direktori dadamni chaqirtirib, qizingiz pedagog yoki boshqa kasb egasi emas, san'atkor bo'lsin degan. Lekin dadam indamagan. San'at yo'nalishi meni o'ylagandan ham yaxshi ekan. Ota-onasining ro'yiga ko'ra boshqa kasbni tanlashga majbur bo'lgan aktrisa yuridik yo'nalishga o'qishga kirish qiyinligini bilgach, dadasining maslahati bilan Toshkent tibbiyot akademiyasiga hujjat topshiradi. Ammo bu yo'nalishda ham unga omad kulib boqmaydi. Shundan so'ng u onasining taklifiga binoan tikuvchilik hunarini egallashga kirishadi. Keyinchalik esa Munojot Alimboyeva keyingi taqdiri kutilmaganda o'zgarib ketganligi haqida yashirmadi. Hamma narsa birdaniga o'zgarib ketdi. Bilmasam, dadam avvaldan san'atkor bo'lishimga qarshi bo'lmagan ekanlar. O'zlari institutni bitirib, zamonaviy chet tillarda ishlagan inson edilar. Qarshiliklar emas, onamning qo'rquvi tufayli bo'lgan ekan. U kishi dadam sahnaga qo'ymaydi deb o'ylaganlar. Aktrisa bo'lishimga dadam ruxsat berganidan keyin onam ham e'tiroz bildirmadilar. San'at men o'ylaganimdan ham yaxshi soha ekan. Hamma gap insonning o'ziga, aqliga, irodasiga hamda oiladagi tarbiya hamda muhitga bog'liq bo'larkan. Jaydari kelindagi rol menga nasib qilmasligi ham mumkin edi. Aslida spektakldagi kelin rolim meniki emas edi. Bu obraz ustozlarimiz Zulayho Boyxonova, Gulchehra Nosirova, Norposhsha Hasanova va kursdoshim Nargiza Shahobovalardan biri uchun mo'ljallangandi. Ularning tavsiya etilganiga sabab hammasi gavdali, ketmon ko'tara oladigan obrazga to'g'ri kelishardi. Men esa kichkina epizod, qaynisingil rolida edim. Repetitsiya jarayonida qahramonning xarakterini eshitib, xuddi mening yoshligim ekan, yurish-turishlari ham o'sha ekan derdim. Chunki bolaligimda yurishimning ustidan kulishardi. Onam bo'lsa to'g'ri yur Munojot deb urishardi. Nozik tabiatli inson, juda qo'pol qiz bo'lganim uchun emas, bu rol menga yoqib qolgan. Domlamdan men shu rolni o'ynashni iltimos qilganimda, ustozlarim u menga to'g'ri kelmasligini aytishgan. Sababi o'sha paytda juda ozg'in, zo'rg'a o'zbekcha gapiradigan qiz bo'lganim uchun ketmonchi kelin obrazga mos emas deb o'ylashgan. Shu rolga olishmagani uchun ulardan qattiq xafa bo'lganman. Shunda ham baribir qahramonimning so'zlarini yozib olib, tayyorlanib yurishga qaror qildim va ssenariydan kelinning hamma gaplarini daftarga ko'chirib chiqdim. Bir kuni menga omad kulib boqdi. Zulayho opa konsertga, ustozimiz Gulchehra Nosirova dublyajga ketdi. Norposhsha opaning mazasi qochib qoldi. Kursdoshim ham nimadir sabab bilan spektakldan chiqib ketdi. Repetitsiyada hamma ustozlar o'tiribdi, lekin Jaydari kelinning so'zlarini o'qiydigan odam yo'q. Bir payt biroz avval mendan rad javobini eshitgan ustozim tayyorlanib yurganimni eslab qoldi hamda daftarimdan kelinning gaplarini o'qib turishimni aytdi. Rolga kirishib maromiga yetkazib o'qib berdim.
Shundan so'ng har kuni tayyorgarlikda bu rolni menga o'qitishdi va yakunda asosiy spektakldagi rol ham menga berildi. San'atga o'zimni bag'ishlab sog'lig'imni yo'qotganman. San'atga o'zimni bag'ishlab sog'lig'imdan ayrildim. Vaqtida judayam tig'iz ish grafikida yurardim. Ertalab kelin salomga, keyin xorga borib ashula aytardim. So'ng o'qishga borardim. Kech uxlab, barvaqt turish oqibatida kun tartibim buzildi. Buning ortidan organizmda vitaminlar yetishmasligi kelib chiqdi. Natijada tanamda oq dog'lar paydo bo'la boshladi. Shu sababli uzoq vaqt depressiyaga tushib qoldim. O'sha kezlarda hamma syomkalarni rad etdim, chunki xalqning ichiga kirishga uyalardim. Xayolimda xuddi jirkanch insonga aylanib qolgandek edim va o'zimni juda baxtsiz his qilardim. Lekin aynan shu xastalik meni baxtga yetakladi. Sababi shu qiyinchilik ortidan men kuchli bo'lishni, har doim kulib yurishni va raqsga tushish kerakligini angladim. Tibbiy tomondan ham inson o'zini baxtli his qilsa, bu dog'lar tanani tark etishini bilganimdan so'ng hamma narsaga ijobiy ko'z bilan qarashni hamda doim tabassum qilishni o'rgandim. Blog yuritishga asosan to'ng'ich qizim Samira undab turadi. Oyjon, bu zamon talabi, muxlislaringizga hech narsa joylamayapsiz deydi. Ba'zida o'zi nimalarnidir topib joylab qo'yadi. Turmush o'rtog'im esa sahifangga har narsani joylayvermanglar. Odamlar salbiy narsalar yozishni boshladi. Ularni o'qib yomon bo'ldim, qattiq gapirib yuboraman deb tanbeh berdi. So'ng u kishiga har xil odam borligini, hamma har xil saviyada yozishini aytib, shularga qaramay muxlislarga qiziq bo'lgan narsalarni joylab borishimiz kerakligini yotig'i bilan tushuntirdim. Qizimning aytishicha, salbiy izohlar qancha ko'p yozilsa, reelslar shuncha ko'p tarqalib, ko'rishlar soni keskin ortar ekan. Shuning uchun qizim, Oyjon, qo'yavering, yomon gaplar yozishaverishsin deydi. Garchi sahifamga kunimiz va ishimizning bir qismini qo'yib borsam-da, o'zimni bloger deb hisoblamayman. Lekin juda ko'p muxlislar kuzatib, hayotim bilan qiziqisharkan. Hattoki farzandlarim bilan munosabatim ham kuzatuvchilarimning motivatsiya berarkan. Bir kuni qiz yozib qoldi. U ertalabdan kechgacha ishda bo'lgani uchun farzandlariga vaqt ajrata olmasligini. Men ham ishlayman, ba'zan tunu kun ishlashimga to'g'ri keladi. Lekin o'sha qiz bolalarim bilan qolgan muloqotimni, ularga vaqt ajratishimni ko'rib, mendan ko'p narsa o'rganganligini aytdi. Farzandlaringizni urishmas ekansiz. Men ba'zan asabim chiqmasdan bolalarimga qattiq gapirib yuboraman. Sizni ko'rib ularni urishmaydigan bo'ldim dedi. Bu men uchun juda katta baxt bo'ldi. Chunki aktrisaligim yoki boshqa yutuqlarimdan tashqari ona sifatida boshqa bir ayolga o'rnak bo'layotganimni o'zim uchun ulkan yutuq deb bildim deydi aktrisa Munojot Alimboyeva o'zining bergan intervyusida.